olovli kun. Rostdan ham xotiningiz bilan ajrashganmisiz? Aytdim-ku, 2 yil bo'libdi ajrashganimga. Uyga hech kim yo'q, keling. Erim onamga 2 kun ketaman degandim. 1 soatda qaytaman. Bir erim xursand qilib, surpriz qilib. Keling. Mana shu uyga kirib choy ichamiz. Kiring qani. Ibi, ko'ppa kunduz qutlab qo'yam dadasi. Dadasi? Ha, dadasi! Ibi o'ylang, xotinim keldi. Bir nima qilish kerak. Xotinim bilan ajrashganman deganingiz-ku. Shunday demasam siz kelmasdingiz. Bir balo qilaylik, keling. Anqa eshik ochiq-ku. Anqa eshikdan kiraman. Molingiz ichib ketdi bo'pti. Bitta ukolcha qildim, yaxshi bo'lib ketadi. Hormasizlar, kim bu? Xotin molimiz kasal bo'lganda doktor chaqirdim. Ha, doktormisiz? Odam kasallanib tushunsangiz kerak, Ha, tushunaman. Doktor yurak tepada bo'lmaydimi? Meditsinada qo'rqqanda yurak pastga ham tushib turadi. Alo, Tolibga yaxshimisan? Boshim og'rib yurgan deganding. Kelib ketasanmi ro'ya? Doktor kelibdi. Men ketaman. To'xta, shuni ukasini ko'rkin ketasan. Doktorjon ukollarniki men quyruqaman. Kim sizga ukol qilaman dedi, boshingiz og'rigan ekan. Froks ichib yuring. Alo, Umida singlim? Ro'ya doktor kelibdi. Bir kelib ketasam, bachang o'g'ilmi, qizligini bilamiz. Kelinglar qizlarim. Apa, doktor qani? Aytsin, 4-sini o'g'il tug'amanmi? Xudojon, shu kunlar ham bo'lmadi boshimga. O'g'il ekan opajon. Voy, rostdanmi rahmat ukajon, yana bitta iltimosim bor edi sizdan. Nima? Qarang, 3 ta qizim, bittasini oyog'i og'riydi, bittasi ko'zi og'riydi, bittasini boshi og'riydi. Shularni ham ko'rib bering. Nima? Men doktor emasman. Jonimga tegdilaring. Men seni yeringni o'yin oshiman. Ibi xudo urdi.